Bugun alhamdulillah ahvol qiyin, muammo ko'p. Lekin u muammoni yechadigan kim? Yechadigan Alloh. Natija Allohdan. Banda o'zidan bir sabab sodir qiladi, tamom. Masalani qanday bo'lishligi, qanday yechilishligi, muammodan insonni o'zi qanday yechim orqali chiqishligi Allohdan. Alloh taoloni o'zi har bir mu'min bandaga fazl bersin. Alloh taoloni o'zi yaxshiliklar bersin. Chunki zikr, ibodat, ihson taqdirni o'zgartiradi. Alloh taolo fazl beradi. Alloh taoloni o'zi yaxshilik beradi. Alloh taoloni o'zi manfaat beradi. Tavakkal qiling bo'ldi. Ihsonda, yaxshilikda, nafs tarbiyasida bardavom bo'laversak, Alloh taoloni o'zi har bir mu'min bandalarga yaxshilik beradi. Maqsud aka, SMS yubordingiz-ku, ertalab shuni menga bering, ochib.